Voy, mana shahardan ham qishloqqa yetib keldim. Endi shahardan keldim. Endi qishloqqa ketaman. Endi qishloqqa ketyapman. Xullas hammaga salom. Mening ismim Jako. Xullaslar, men yangi videoyimdasizlar. Xullas, men shahardan qishloqqa keldim. Xullas, obuna va like esdan chiqmasin. Obunachilar. Nima bo'la bu? Oho. Bu yer nima bo'ldi endi? Mayli keyin ko'ramiz. Xullas, men merdon oldiga kirib, kelganimni aytishim kerak. Mer yangi eshik qo'ydiribdi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz Jako? Shahardan yaxshi kelib qoldingmi? Ha, ko'rganingizdek yaxshi kelib qoldim. Xullas, men endi qishloqda bir aylanib ko'ray. Qishloq yangilanib ketdi. Ha, endi yo'llarni ham shag'al qildirdik. Xullas, bitta ko'rib kelgin. Yaxshi chiqqanmi, yaxshi chiqqanmi, yomon chiqqanmi aytasan menga. Mayli ketdim. Obunachilar. Endi bittan nimalarga qiziqib, ichim qizib ketyapti. Nima bo'lishi mumkin? Qani, mana ishchidan so'raymiz. So'rab ko'ramiz. Ishga borgan. To'q. Ha, kiravering, eshik ochiq. Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizning ismingiz Jakomi? Ha, taniganinglardek Jako. Xullas, men kelganimda bu nima deb so'ramoqchi edim. Xullas, men shaharga ketgandim, o'shanga bitta bilmay qoldim. Bu nima? Bu pochta beradigan joy, pochta. Xullas, zakaz berasiz, men sizga olib kelib beraman. Mayli bo'pti. Mayli, kelib turing. Xo'p. Endi ketdik. Endi bu yer nima bo'ldi? Ko'prik! Vau! Bu yo'llar shag'al qilmabdi. Mayli. Qani tepaga chiqaylik. Voy, mushuk qolib ketibdi tepada. Mayli. Bilasizlar, obunachilar, mana shu yerni vau! Qanaqadir o'yinchi ko'chib kelgan shekilli. Zo'r ekan. Eshik juda ochiq, eshik qulflab yurmaydimi? Endi boshqa joylar merni tomi ham o'zgartdi. Bu yer nima bo'ldi endi? Salom, jidr. Salom. Qani, bu yer vashim zo'r qurilibdi. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Nima kerak? Nima buyurtma berasiz? Yo'q, men hech qanaqa buyurtma bermayman. Bu yer nima? Bu yer kofe xola. Xullas, masalan, oilaviy yo biroz kelsangiz choy ichib kelishingiz mumkin. Xolingiz yoqsa. Mayli, bo'pti. Voy, chiroyli qurilibdi. Xullas, endi men ketdim qishlog'imga, o'rmondagi uyimga. Xullas, o'rmondagi uyimda yashayman, maqlaman boshqa. Xullas, obunachilar, bu qiziq bo'layotgan bo'lsa, videoga like bosib obuna bo'lishingiz chiqmasin. Ikkinchi qismi 35 ta obunachidan keyin keladi. Xos telefon kelyapti. Up. Ha, janob mer. Jako, xullas, sen anetdagi bitta temirchi uyiga ko'chib kel. Seni hamma tanib bo'ldi. Mayli. Uni hujjatlari-chi, puli necha ming bo'ladi? Xullas, pulingni barini olib kelishib ketamiz. Mayli. Voy, o'chirdim. Endi pullarim mana bu yerda. Bilasizlar, obunachilar. Ana, 4 stak pulim bor. Qo'ling hammasini. Bo'ldi.
ko'rstak bo'lsin de endi uy. Qani boraylikchi, bilib olamiz. Bu yerni qulflab ketamiz. Ana, bo'ldi, endi qulflandi. Endi ketishim mumkin. Oy. Dedi qishloq. Mana bu yerda. Xullas, endi mana shu vasham zo'r qurilibdi. Janob merdi uyiga boramizda. Xullas, qaysi temirchini? O'z bitta temirchi bor, temirchini bor, boya ko'rsatgandek. Yitilib qolibdi. Chiqib ketdi. Qolibdi. Ana bu temirchini uyi, o'sha yerda yashayman shekilli. Ana janob mer, keldim men. Ha, Jako, xullas, sen menga pullarni ber. Mana o sandiqda hujjat bor, o'shani olib ketaver. Mayli, hozir beraman. Hamma so'zimga ayting. Ha, janob men meni bu yerga solib qo'yaman. Ha, hujjatim bor ekan. Hozir. Shu hujjatni olaveraymi? Uzr. Shu hujjatni olib ketdim. Mayli, ketaver. Endi uyli bo'ldim. Yopildi. Endi uyli bo'ldim. Endi bu yerga men kalit yasatishim kerak. Ish qulf bo'lsa kerak. Yo'q, eshik ochiq. Yaxshi. Bu yer normalniy. Ha, bu yer ham normalniy ekan. Yaxshi uy. Normalniy. Kakras qilichim yo'q edi. Bitta qilich kerak edi o'zimga. Ana. Bo'ldi. Endi men bu yerga narsalarni solib qo'yishim mumkin. Endi men o'zimga tursin telefon. Kichik uxlab olaman. 12:04 Kichik uxlab olang.